Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah ve ba'd. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma ya rabbel alemin. Allahümme fakkihna fid din ve allimna te'vil ve fahimna maaniyet tenzil. Allahümme rzuqnal ihlasa vel amel ya rabbel alemin. Bugün kelgan dersimiz bolsa Allame Quduri rahimahullah yazgan Muhtasar al-Quduri degan ism bilan mashhur bo'lgan kitobniki Kitabul Buyu' savdo satiq kitobining Babur riba degan jazona degan bobida turyapmiz. Yani usum shariat cheklagan usum savdosi degan bobda ketyapmiz. Oldi bilan biz riba deganning nima ekanligini bir tunishib o'taylik. Babu ar-riba. Mana birinchi nima qaranglar, birinchi sharh qaranglar. Er-riba fil lugati, riba degan lug'atda arab tili nuqtasini olib aytganda az-ziyadatu wan-nama'u wal-ulu. Ya'ni ziyoda bo'lish, o'sish degan gap. Riba degandagi lug'at ma'nosi o'sish. O'sim deymiz uni, o'sim. O'sish. Va huwa hamda xo'sh, shariatdagi ma'nosi bo'lsa, shariat istilohidagi, fiqh istilohidagi ma'nosi bo'lsa, maxsus bir o'sim manda. Maxsus alohida bir usum. Anda hamma o'sish emas. Chunki masalan men 1 riyalga, 1 koyga bir narsani elib 2 koyga satsam, men tabiiyki mening pul molim nima dasmayam ko'payadi. Dasmayam ko'payadi. Buni demoqchi emasmiz. Ya'ni bu alohida bir o'sish endi bu. Ya'ni hamma o'sish emas. Alohida maxsus bo'lgan bir o'sish. Bu maxsus bo'lgan o'sish tuvanda deyiladi. Endi riba degan cho'ng jihatdan ikki turga bo'linadi. Biri ribal jahiliya. Biri ribal jahiliya. İkincisi bo'lsa ribal buyu. Ribaniki ikki ismi var. Biri ribal jahiliya, yani biri nima? Riba al buyu. Ribal jahiliya bu mu üç xil atıldı. Biri riba duyun deb atıldı. Biri riba nasi'a deb atıldı. Yani bir ribal celi deb atıldı. Bununki hem de hemmesi bir narsa lekin. Ribal jahiliya. Umumi ismi nima? Ribal jahiliya. Cahiliyet devrideki Peygamber Sallam kelishdan burun nima shu Mekke mushriklari qo'llanayotgan jazoni shakli. Endi buniki ikki xil shakli bor. Birinchi shakl bo'lsa endi buniki ikki xil surati bor, ikki xil shakli. Birinchi xil shakli bir adamga qarzlab qoldi. Bu qarz yoki bir narsa elib, bir narsani qarzga oldi. Bunda bir narsani qarzga oldi yoki pulni qarzga qarzlab qoldi. Qarzlab qolgandan keyin bu qarzniki vaqti to'shqanda, qarzning qayali to'shqa vaqtida qarzni egasi pul so'ylab kelsa, uningga qarzda deydiki, "Sen menga muddat bergin, muhlat bergin. Men sana bergan muhlatingga, ma'lum muddatda pul beray." Mesela 100 riyal qarz olgan bo'lsa, men sana vaqt to'shqicha qaytarmagan bo'lsa, amasi men sana shu o'tib ketgan vaqtga mana shu pulni kuniga 1 riyaldan yoki pul qilib bilay, o'simini qo'shib bilay deb degan bunda shakl. Ya'ni bir odam 10 riyal qarz oladi, qaytganda 11 riyal beraman deb ma'lumlikchi. 10 riyal qarz berib turaman, men sizga qaytganda 11 riyal beraman yoki 12 riyal, 13 riyal beraman. 1000 riyal oladi ya 1000 koy oladi, qaytganda 2000 riyal beraman degandek. Ashundaq usum bilan qaytiraman deb shartlash bo'ladi. Bu shuning ikkinchisi nima? Jazoni. Nima ataladi? Cho'ng jihatdan riba al-jahiliya deb ataladi. Va ribal jali. Endi ikkinchisi nima dedik? Ribal buyu' dedik. Uniki ribal khafi deb ismi bor. Bu bo'lsa Payg'ambar alayhisolamniki hadis sharif bilan nima bo'lgan, sabit bo'lgan jazoni. Bu bo'lsa Payg'ambar alayhisolam nima degan? "Az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wash-sha'iru bish-sha'iri wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi mithlan bimithlin sawa'an bi-sawa'in yadan bi-yadin. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد." dedi. Muş cezanı. Yani Peygamber Sallallahu dedi, altınga, kümüşke, buğdayga, apaga, hormuga, tuzga, opmu okşaş, teng, neh setiladi. Satıladi.
Agar mushu narsalar, mushu turlar muxtalif bo'lsa, qanda qolsangiz shunda satinglar. Naqmi-naq bo'lsa, naqmi-naqlikin bo'lsa. Mana mushu hadis, mushu jazoniki nima ribal buyu' degan jazoning asosiy qonuni mushu. Mana mushu qonundan bu jazoni ikki xil jazoni chiqadi. Ikki xil jazoni. Ikki qism bo'lsa, biri ribal fadl, biri ribal fadl, yana biri riban nasa. Bir ribal fadl, yana biri riban nasa. Endi ribal fadl degan nima? Ribal fadl deganimiz, masalan bir odam 1 dirhamni 2 dirhamga sotsa, 1 sa xurmini 2 sa xurmaga sotsa, masalan, buni nima bo'ladi? Ribal fadl. Hammasi harom, ha? Ribal fadl 1 dirhamni 2 dirhamga sotsa, 1 sa xurmini 2 sa xurmaga sotsa, buni nima bo'ladi? Riba al-fadl deb ataladi. Endi yana bir nima riba an-nasa dedikmi? Endi bir odam masalan 10 dinarni, nima 1 dinarni 10 dirhamga yoki 1 sa xurmini 1 sa apiga sotibdi. 1 sa xurmini 1 sa apiga sotibdi, lekin nisi. Bir odam bir tillani beribdi bir odamga, 10 dirhamni bermoqchi ekan, lekin naq maydonni bermabdi. Nisi bo'libdi. Ya bir odam bir sa xurmini 1 sa apiga tegishibdi, lekin 1 sa xurmini beribdi, apini bermabdi, nisi bo'libdi. Mushunda bo'lib qolsa nima? Riban nasa bo'ladi. Tushundingmi? Mushuni hammasi harom. Mana bu. Demak, siz hozir ribo degan tushungan bo'ldinglar. Riboni ta'rifi tushundingmi? Endi biz tafsiliy qilamiz. Ko'rgan o'y nisi soda harom yo'q. Nisi soda harom emas. Lekin bizda bir narsa bor. Bizda kayildoshlik, vazndoshlik, jinsdoshlik deb shu narsa bor. Ya'ni kayil degan hozirgi zamondagi litr desak bo'ladi endi. Keyl bilan tartiladigan narsalar. Bir vazn bilan tartiladigan narsalar. Yana bir jins bo'lgan narsalar. Haqida bir narsa, o'xshash bir jinsdagi narsa bir-biriga sotilganda tang-tang bo'lish kerak. Sava'un bi sawa. 1 kilo sotilish kerak. 1 kilo o'xshash jinsga narsa masalan 1 gram oltin 1 gram oltinga sotiladi. 1,5 gram bo'lsa bo'lmaydi. 1 gram kumush 1 gram kumush sotiladi. Ammo o'xshash vazndosh, u narsa vazndosh yoki keyildosh, lekin nima jinsdosh emas bo'lsa, masalan, biz oltin bilan kumush jinsdosh emas. Oltin bilan kumush bir jinsdan emas. Ammo ikkisi vazndosh. Oltinni ham gramlab tartib sotiladi, kumushni ham gramlab tartilib sotiladi. Anda olgandan keyin oltin bilan kumushni sotib olishga to'g'ri kelib qolgan vaqtida bu chaqda shart o'g'ini nima? Naq-naq bo'lishi shart. Kam ziyada o'smaydi. Masalan, 1 gram oltinga 10 gram kumush sotsam bo'ladi, 100 gram kumush sotsam bo'laveradi, masala yo'q. Lekin ikkinisini bo'lish kerak, naq-naq bo'lish kerak. Demak, mishadan nima chiqadi? Masalan, hozirgi zamonda bizniki mishada bakjo'q bo'layotgan bir xil savdo bor. Masalan, Turkiyada yani kumush ekiladi, odamni kumush ekilib, do'konchilar kumushni sotadi. An do'konchilar mushu kumushni naq pulga oladi shundami? Mushu kumush degan nima? Kumush boshqa bir jins, pulcho boshqa bir jins. Lekin ikkinisini hukmi nima? Keyildi, vazndoshni bir vazndosh deb o'ylaymiz buni. Nima uchun? Kumush deganmi pulli qiymati bor narsa, pulmi pulli qiymati bor narsa. U vazn jihati o'xshash bir hukmni oladi. Pulli qiymati bo'lgan narsaga kumush bo'lgan narsani qanchalik, masalan, bir odam 5 riyal olgan bo'lsa, kumushni 1 gram kumushni 5 riyal olgan bo'lsa, 10 riyal sotsa bo'ladi. Foydali sotsa bo'ladi. Lekin nisi sotsa bo'lmaydi. Shuni nima qilish kerak? Naq sotish kerak. Mesela bir adam dollarni riyalga tegishmoqchi. Riyal dollar olmoqchi bo'lsa, qanchalik masalan 100 dollar pul hozir riyalda 375 riyal. 100 dollarni berib 380 riyalga sotsa bo'ladi. 100 dollarni 380 riyalga sotsa bo'ladi. Yoki 100 dollarni 370 riyalga olsa bo'ladi. Bo'ladi. Lekin bo'lmaydigan ish nada? Bo'lmaydigan ish nisi bo'lsa bo'lmaydi. Naq qo'l-muqol bo'lish kerak. U dollarni beradi, u nimani riyalni beradi. Shu savdo qilingan so'rinni qilib ketmagan ahvolda pullar birisiga qaytish kerak. Mushu shart. Bo'lmasa riban nasa bo'lib, ya'ni jazoni bo'lib o'xshash. Tushundingmi-da? Babur riba. Jazana, ya'ni usumning babi. Ar-riba muharramun fi kulli makilin. Jazoni qilish muharramun fi kulli makilin. Xo'sh, riba jazoni qilish har qanday fi kulli makilin degan keylab, ya'ni kamchilab, keyl deganimiz kamchi deymiz ham Uyg'urchada kamcha. Kamchilab har qanday kamchilab tortilgan narsada aw mavzunin degan har qanday
kilolab, gramlab tartıladigan, tarazıda tartıladigan narsada iza bi'a bi cinsihi mutafadilan degan o'zining jinsiga nima bir-biridan ortiq qilib, kam ziyoda qilib setilsa muharram degan harom qilinadi. Tushunarlimi? Agar masalan 1 kilo xurmani 1 kilo ajvu xurmani, nima 1 kilo ajvu xurmani yana 1 kilo ajvu xurmaga tegashsa, satsa, masala yo'q, ma bir mushkila. Ammo 1 kilo ajvu xurmani sifatli bo'lsin, nachar bo'lsin. 1,5 kilo yoki 2 kilo xurmaga tegashdimi, satdimi, nima bo'ldi, o jazoni bo'ladi. Tushunarlimi? Cho'qim o'xshash bo'lish kerak, o'xshash. Kalonni bilan gap qilish mumkin, unda bo'lsa buni nim foizga tegashgandan nim foizga tegashgandan ba'zi foydasi bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi odamlar masalan xurmo ajvu bo'lish shart emas. Xurmo nima hammasi bir jins. Xurmo, mabrum, sukkari degan hammasi nima xurmoning jinsiga tabi. Bir adam masalan ajvu xurmodan 1 kilo xurmoga 1 kilo sukkari tegashmoqchi bo'lsa, uning endi sukkari yo'q, ajvu ko'p. Anladın. Bir adamın yanında ajvu yok, sukkari ko'p. Anda bu vaqtida 1 kilo tegashsa bo'ladi. Anında savdo qilishib foydalashadi mesela. Endi bir adamın yanında ajvu xurmo ekan, nachar. Yeni bir adamın yanında no'chi ajvu xurmo ekan, sifatlik. Bu sifatlik yaxshi xurmoga tegashgisi bor buni. Qanday qiladi? 1,5 kilo bilamdi sifatlikka. Ba'zi harom bo'ladi. Qanday qiladi? Tegash endi bu adam foydalanmaydi ekanda, yo'q, foydalanmaydi. Buni o'ziniki nachar xurmosini bozor bahasida sotadi. Bozor bahasida chi pul bo'lsa, sotadi, sotib uni keyin shu pulga yaxshi xurmoni olib gap tugadi. Endi fal illatu fihi xo'sh, endi buningki haromlik illat nima? Unda jazoni bo'lishdiki illat bo'ladi. Bu illat nima? Nima sababdan bu haromga aylanib qoladi desa, fal illatu fihi bu jazonidagi illat bo'lsa al-kaylu ma'al jins aw al-vaznu ma'al jins. Taqim yig'inchoqlab aytsak al-qadaru ma'al jins. Al-qadru ma'al jins degan bo'ladi. Ya'ni jins bilan bo'lgan kayil, kamcha. Ya'ni kamchidan kelib kamchin, kayil dash deb qo'ydim men. Taqimi? Kayil dashlik. Yoki avil vaznu ma'al jins. Yoki jins bilan bo'lgan vazn dashlik. Ikkilisini yig'ib aytsak, ya'ni demak, ya'ni o'xshash shaklda masalan bir narsa bor, kamchida litrlab sotiladigan, litr, masalan hozir zamon litrlab sotiladigan. Bir narsa bor nima? Kilolab sotiladigan. Ya'ni demak, litrlab sotiladigan narsa ondan litrlab sotiladigan narsaga. Kilolab sotiladigan narsaga udul kelsa. Uni kendin jinsi tashliq. Mush ikkinisi udul kelganda o'xshash setish kerak. Shunda kam jihati bo'lsligini nima bo'ladi? Jazoni bo'ladi, harom bo'ladi. Ammo ikkinchisi litrdash. Bu narsa litrlab sotiladi, bu narsa litrlab sotiladi. Uni setishganda lekin jins tashamas. Anladın? Masalanga benzin litrlab sotiladi, ha? Benzin litrlab sotiladi. 1 litr benzinga biz 1 litr nima tegishmoqchi? 1 litr benzinning yana biri bor ismi. Dizel. 1 litr benzinga 1 litr dizelni biz tegishmoqchi. Tegishmoqchi bo'lsak, bu yerda litrdash, ikkinchisi litrdash. Bumi litrlanadi. Lekin ikkisi nima jins tashamas. Uning jinsi boshqa, buning jinsi boshqa. Bu ahvol qanday bo'ldi desa, ya'ni ikkisi nahmunaq bo'lsa bo'laveradi. 1 litr dizelga 2 litr benzin tegashsak bo'ladi. 2 litr dizelga 3 litr benzin tegashsak bo'laveradi. Shart nima? Birisi naq bo'lishi kerak. Tushundingmi? Magan bilib boqma. Endi shunda da fal illatu fihi al-kaylu ma'al jins aw al-wazn ma'al jins. Bu bizning Hanefi mazhabimizda. Demak, Hanefi mazhabida jazonining doirasi bek keng. Hatto shunda ya'ni litrlab sotiladigan, tartib kilolab sotiladigan narsaning hammasini kirib ketadi, jazoni kirib ketadi. Faqat yemak-ichmaklar emas, tushundingmi? Pul ham emas. Litrlab sotiladigan, tag'alab sotiladigan, tag'alab masalan, yoki kilolab tartib sotiladigan narsa hammasi kirib ketadi. Lekin donalab sotiladigan narsa kirmaydi. Donalab sotiladigan. Masalan, bir telefonga 2 telefonni tegashsa bu yerda. Ma bu mushkila. Jazon emas. Bir telefonga 2 telefon tegashsa, bir mashinaga 2 mashina tegashsa ma bu mushkila masalan. Nimishqa mashina deganda bir kim kilolab sotamdi yoki litrlab sotamdi? Donalab sotadi. Ma bir dona mashina, 2 dona mashinada. Telefonni-chi kilolab sotamdi yo litrlab sotamdi?
Unumi danilab sotadi. Danilab sotadigan narsada nima yo'q? Illat yo'q. Jazonining illati yo'q. Tushunamanmi illatiga gapni? Ha, xo'sh. فإذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل. Qachonki makil degan kamchilab sotiladigan narsa yoki tarozida tortilib sotiladigan narsa o'zining jinsiga mislan o'xshash shaklda sotilsa, jazal bay'. Bu so'da joiz bo'ladi. Va intafad agar ortiq ziyoda bo'lib qolsa, bir-biridan ortiq bo'lib qolsa, lam yazuz joiz bo'lmaydi. Ya'ni harom bo'ladi degan. Va la yajuzu bay'ul jayyid bir radi. Ya'ni yaxshi sifatli narsani nachay narsaga, bir jinsda bo'lgan nachay narsaga mimma fihi riba, jazoni bor bo'lgan narsada sotish joiz bo'lmaydi illa mislan bi mislin. Faqat o'xshini sotish kerak. Masalan, 1 kilo xurmani 2 kilo xurmoga sotish bo'lmaydi. 1 kilo sifatli xurmani 2 kilo nachar xurmoga sotish bo'lmaydi. Cho'qim o'xshish sotilishi kerak. Agar biz buni cho'qim bozorda ziyon tortamiz desa, tamam pul o'satsin. 2 kilo nachar xurmani sotib, uning puliga 1 kilo nima olsin? Yaxshi xurmani olsin. Fa iza udima al-wasfani, ikki sifat tepilmasa. Mesela ikki sifat qolsa, ya'ni jins tashliq va ma'na al-madmumu ilayhi degan jinsga qo'shib o'tilgan ma'no bo'lsa qadr. Ya'ni vazndoshlik, keyildoshlik degan bu ikki sifat tepilmasa narsada hallat tafadulu va nasa. Buningda tafadul kam ziyoda setish va nisi setish nima? Halol. Tushundingmi? Masalan, men telefonga sotmoqchi bo'lsam, bir telefonni ma'noga berdim. Chunki buningda nima yo'q? Jins tashliq, masalan, telefonga sotsam, telefon degan adat sanab tortiladigan narsa, sanab sotiladigan narsa. Buni nisi sotsam bo'ladi. Men telefondan birini nimaga sotsam, pulga sotsam, nisi sotsam bo'ladi. Yoki naqd sotsam bo'ladi. Ya'ni sanab sotiladigan narsaga, sanab sotiladigan narsani sotsam, nisi sotsam bo'ladi, naqd sotsam bo'ladi, foyda sotsam bo'ladi. Bas jins tashliq bilan vazndoshlik tepilmasi bo'ldi. Jins tashliq vazndoshlik degan sifat tepilmasa, qanday sotsam ixtiyor. Va iza wujida, agar tepilib qolsa, va iza wujida, ya'ni jins tashliq va vazndoshlik tepilib qolsa binasida. Desa harumat tafadul va nasa. Hammamiz qoida ma'lum. Ya'ni kam ziyoda sotish va nisi sotish harom. Va iza wujida ahaduhuma wa udima al-akhar. Endi ikkisining biri tepilibdi. Ya jins tashliq ekan, vazndoshlik yo'q ekan. Ya vazndoshlik ekan, jins tashliq yo'q ekan bo'lsa, hallat tafadulu va haruman nasa. Kam ziyoda sotish halol, nisi sotish harom. Men abay degan gap. Masalan, qanday desanglar, masalan, ikkisini bir sifat ekan. Masalan, bir odam xurmaga nima sotmoqchi ekan? Xurmaga bug'doy sotmoqchi ekan. Xurmaga bug'doy sotmoqchi bo'lsa, bu yerda nima vazndoshlik bor. Vazndoshlik bor, lekin nima yo'q? Jinsdoshlik yo'q. Buni bir charak xurmaga 2 charak bug'doy sotsam bo'laveradi. Bir charak xurmaga 10 charak sotsam, 10 charak xurmaga bir charak bug'doy sotsam, qanday sotsam bo'ladi? Nisbat sotsam bo'ladi. Ammo nima sotish kerak? Naqd sotish kerak. Tushundingmi? Naqd sotish kerak. Ammo men bir charak xurmaga bir charak 2 dirhamga bir charak bug'doy olmoqchi, 2 dirhamga 1 dirhamga 2 charak kumush olmoqchi bo'lsam, nima 2 charak bug'doy olmoqchi bo'lsam, ya'ni uni nisi sotsam bo'ladi? Nima sotsam bo'ladi? Nisi sotsam bo'ladi? Naqd sotsam bo'ladi? Qimmat sotsam bo'ladi? Arzon sotsam bo'ladi? Nimishqa? Bu yerda nima yo'q? Ya vazndoshlik, keyildoshlik bekamidi, yo jinsdoshlik bekamidi. Tushundingmi gapni? Endi hallat aytgan shaklda, ya'ni o'shuni aksicha bo'lganda, bir narsaning jinsi bir. Barchaqda bir narsaning jinsi bir bo'ladi shu. Bir narsaning jinsi bir, lekin nimasi yo'q? Jinsi bir, vazni o'xshamaydigan ish bo'ladi. Qanday oldi o'ylab boqing. Masalan, go'sht. Men go'shtga nima sotaman? Hayvon. Bir qo'yni 10 kilo go'shtga nima sotaman? Qo'yni 10 kilo qo'y go'shtiga bir dona qo'ydim birini sotaman. Bunda holatda nima jamki adoz o'ylab boqinglar. Bunda holatda vazn yo'q. Chunki qo'y deganda bekim tat sotmaydi, donlab sotadi, qo'ydan, bir qo'y, ikki qo'y deb sotadi. Lekin go'shtni tatib kilolab sotadi. Shundaymi? Bunda ahvolda shu desa, bunda ahvolda bir qo'yga go'sht sotgan ahvol bo'lgan chog'da kam ziyoda sotsak bo'ladi. Qancha kam ziyoda bo'lsa bo'ladi, nima bo'lsa bo'lmaydi.
Yani nesi bo'lsa bo'lmaydi. Shunda demakchi. Xo'sh, endi va kullu shay'in nassa Rasululloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kam ziyodasi etishning haromligiga kayl bilan kam ziyodasi etishning haromligiga nas keltirgan narsa fa huwa makilun abadan. U abad makil kayl hisoblanadi. Kayl hisoblanadi. Va in tarakan nasul kayla fihi. Garchi xaloyiqlar u narsada kaylni tashlab o'tgan bo'lsa-mu, biz shariat hukm chiqarib jazoni chiqarganda bu kaylning hukmida. Bu kaylab tartilgan narsa deb, ya'ni kamchilab tartilgan narsa deymiz. Masalan, litrlab tartilgan narsa deymiz. Misul hintati va sha'iri va tamri va milh masalan, bug'doy, arpa, xurmo, tuz o'xshash. Va kullu ma nassa ala tahmamiz qoida kulliya, ma kullu deb kelgan qoida kulliya. Ve kullu ma nassa ala tahlim at-tafadul fihi waznan fa huwa mawzunun abadan. Peygamber Aleyhisselam tartılıp, gramlab, kilolab tartılıp setip artık kam qilsa harom bo'lishini eskartirgan narsaning hammasi mislu zahabi vel fidda oltin kumush o'xshash. Buning bo'ldi abad mavzun. Bu vaznlik deb ataymiz. Hukm jihati nima? Vaznga tabi tartilgan narsa deyiladi. Ve ma lam yanus alayhim Peygamberimiz nesga tutmagan narsalar-chu. Ba'zi narsalar Peygamberimiz nesga tutmagan narsalar. O'sha olti xil narsadan tashqari boshqa narsalar, shu desa, fa huwa mahmulun ala adatin nas. Bu kishilarning odatlariga mahmuldir. Masalan, kishilar odatda masalan bozordagi say ko'ktatlar va masalan sho'xlar, loza, tomatim deganda, batatis, yong'yo degandek, baranga degandek narsalar. Bu narsalar tilga ilinmagan hadisda. Tilga ilinmagan. Bularni qanday qilamiz desa, kishilar qanday sotgan bo'lsa, kishilar agar nimaga xapallarga, kartonlarga, eshiklarga selib sotgan bo'lsa, bu nima deb ataladi? Bu kayl deb kaylni hukmi kirgiziladi. Agar kishilar uni hamma nimaga selib, bunaqa taroziga selib, tarozilab sotgan bo'lsa, tarozini hukmi kirgiziladi. Endi demak bozorlarda, top bozorlarda hammasi uni masalan bir vash piyoz, masalan, bir xalta piyoz say ko'ktatlar hammasi nimaga qatorga kiradi? Kayl qatoriga kiradi. Chunki shunda sotiladi amaliyotda. Do'konlarda tartib sotgan bilan amaliyotda say ko'ktatlarning hammasi nima yeshiklab sotiladi. Yeshiklab dona sotilgan narsaning hammasi nima qatoriga kiradi? Ya'ni kayl qatoriga sotiladi. Lekin bizniki boshqa mazhablarda, masalan, Imom Malik degandek, Shafiy mazhab degandek ular iddixorni illat qilgan. Ular vazndoshlik, jinsdoshlik emas, iddixorni illat deb qaraganlar. Iddixor degan nima? Ya'ni 1 yil saqlag'ili bo'ladigan. 1 yil zapas qilib saqlag'ili bo'ladigan narsalar nima kirdi? Biri nima yemaklik bo'lish, ular shart qo'yganlar. Biri yemaklik bo'lish yoki pullik qimmati bo'lish yoki yemaklik qimmati bo'lish. Ovqat bo'lish kerak. Uni keyin bu ovqatni yana 1 yil saqlag'ili bo'lish degan shartlarni qildilar. Ularning mazhablarida masalan tumur, gach, bunda simulot degandek narsalar kirmaydi jazoni. Ribaviy degan jazoni mollar qatoriga kirmaydi. Lekin Hanafiy mazhabida shu hammamiz kirib ketadi. Faqat kilolab tartib sotiladigan, litrlab sotiladigan, kilolab sotiladigan, yeshiklab bir xapandek qochiq quchular tag'alab sotiladigan narsalar hammasi nima qatoriga kiradi? Jazona mollar qatoriga kiradi. Undan boshqa endi mushu bo'yicha undan boshqa hammasi mushu endi agar vedisda kelmaganlar hammasi kishilarniki odatida qanday tartilgan bo'lsa shu bo'yicha qilinsa bo'ladi xo'sh. Endi sarrafchilik. Endi kelgan hozirgi masalamiz bo'lsa sarrafchilik masalasi. Ya'ni pulga tegishish, pulga setish masalasi. Va aqdu sarf, ya'ni pul almashtirish savdosi. Ma waqa'a ala jinsil athmani yu'tabaru fihi qabdu iwadayhi fil majlis. Ya'ni savdo qanday chaqda asmanning jinsiga deb pulning jinsiga tushgan bo'lsa, yu'tabaru yushtarat degan gap. Buningda qabdu iwadayhi fil majlis degan bu shu savdoning pul savdosiniki ikki ivaz degan gap. Ya'ni oluvchining puli, sotuvchining puli. Shu ikki pulni fil majlis shu so'rinning o'zida, shu majlisning o'zida naqmonaq elishi, at-taqabud nima shart. Agar naqmonaq bo'lmay qolsa harom bo'ladi. Masalan, bir odam 1 dinarni 1 dinarga sotgan bo'lsa, cho'qim naq maydonda elish kerak.
Eğer bir dinarını 10 dirhem satkan olsa hem çokum nak meydanda eliş gerek. Eğer bir dinarını bir dinara satkan olsa çokum bir dinar satılış gerek. Bir dinarını bir yarım dinar satış bulmaydı. Ama bir dinarını 10 dirhem satkan olsa bir dinarını 10 dirhem satsın buludu. Bir dinarını 11 dirhem satsın buludu ama ne buluş gerek? Nah buluş gerek. Yeden bir yedin buluş gerek. Xudu shunday. Yani riyal, dollar, Qirg'iz puli, Qozoq puli, O'zbek puli hammasi bu shekilde o'xshash. Tushundingizmi? Ya'ni Qirg'iz pulini Qozoq puliga kam ziyod satsa bo'ladi, lekin naqd bo'lish kerak. Kumushni pulga olmoqchi bir odam. Qiymat azan olsa bo'ladi. Kumushni qiymat azan satsa bo'ladi, lekin naqd elish, naqd setish kerak. O'sha. Endi وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين. أمد altın gümüş pul kıymeti olan aslında başka nasilerde. Lakin cezanı malları onun da cezanı var. Lakin pul emas nasilerde yu'tabaru fihi ta'yin. Onun da ta'yin kılış nima şart. Yani demek el-ayan nima yeta'ayyan bit-ta'yin. El-asman la yeta'ayyan bit-ta'yin illa bit-taqabud. Pulla davamlıq pul degende tayin qilib qo'ygan tayin topmaydi. Pul degende ma 100 ga o'xshaydi, 100 ga o'xshaydi. Buni pul ilishganda cho'qim ashunday maydonda ilishish kerak. Ammo nima uchun mallar cho desa, malni men malni oldim desa, men malni oldim. Mahurmini oxirmiga sotdim desa, oxirmini mahurmiga sotdik dedi. Bo'ldi. Ikkinchisi biznikini men malni oldim deb ko'z tutdima, qo'lga ilish shart emas. Bo'ldi. Ko'z tutib qo'ygandan keyin sotib bitdi. Nisi qatarı kimeydi. Ama pul sodusu da çok kul geliş gerek. Şu sorunun ucunda kul geliş gerek. Ve la yu'tabaru fihi et-takabut diyen a'yallarda takabut şart kılınmaydı. Lakin ne mi diyor? Esman diyor takabut şart kılındı. Yani yu'tabaru yushtaratu fil esmani et-takabudu ve yushtaratu fi el-a'yani ma et-ta'yin makaydını bilemem. Hem de ve la yecuzu bey'ul hintati bid-dakik hem de. Buğdayını unu setiş caiz bulmaydı. Ve la bis-sevik. Buğdayını talqanğa setiş hem caiz bulmaydı. Buğdayını unga yoki talqanğa setiş caiz bulmaydı. Nimişqa? Dese çünkü buğday degen nima? Keyli. Nima deb tağalab, qaçılab setildigan narsa bu. Shunda ama tamam bir das, mesela da çilekte, bir çilek buğday bir çilek unu udulmadı kilamdı? Yok. Un tartılgandan keyin nima avuyamdı az qalamdı? Az. Ha. Demek bu çok o'xshash bo'lish kerak shunda ama o'xshash. Bir çilek buğdayga bir çilek un setilish kerak. Anda olganda buniki hajm jihatdan ziyon chiqadi demek. Shu sababdan nima? La yajuz. Tushundingmi? Ve yecuzu bey'ul lahmi bil hayvani inda Abi Hanife ve Abi Yusuf rahimahullah. Hamda hayvanni go'shtga setish joiz bo'ladi. Abi Hanife Abi Yusuf rahimahullah ko'z qarashida. Biz deb o'tgan hayvon. Hayvon degan nima? Jonli qo'y. Qo'ydan birini go'shtga setish joiz bo'lamdi? Joiz. Nimishqa? Chunki biri nima adadiy. Hayvon deganda donlab sotadigan narsa. Go'shtchu kilo tartib sotadigan narsa. Shuning uchun jinsdash emas. Jinsdash bo'lmaganligi uchun nima aniqa nima? Vazndash emas. Vazndash bo'lmaganligi uchun buni kam ziyoda satsa bo'ladi. Ve qala Muhammedun la yecuz. İmam Muhammed rahimehullah la yecuz deydi. Çünkü ikisi cinsdaş. Şu olmaydı o. Deydi illa en yekuna al-lahmu allazi fil hayawan aqalla mimma huwa al-ma'qud alayhi. Endi hayvandaki go'sht o ma'qud alayhi bo'lgan, ya'ni go'shtning o'zidan azroq bo'lsa joiz, bo'lmasa joiz bo'lmaydi deydi İmam Muhammed rahimehullah. Ve yecuzu bey'ur rutabi bit-tamri mislan bimisl. Endi hol xurmini quruq xurmo setish joiz. Mislan bimit o'xshini o'xshiga. Vel inabi biz-zabib hol üzümni quruq üzümge setish joiz. O'xshini o'xshiga. Bunun joiz bo'laveradi, masala yo'q. Nimishqa? Chunki uni bitchelak, chilaklab sotilgandan keyin endi bu yerda kim nima so'raydigan gap. Bu yerda hol xurmini quruq xurmoga satsa joiz. Lekin aslında wala yecuzu bey'u zeytuni biz-zeyt. Zeytunni zeytun yağıga satsa joiz bo'lmaydi deydi. Ve simsim degan kunjutni bir şeyraç, kunjut meyga satsa, kunjut yağıga satsa joiz bo'lmaydi. Hatta yakuna zeytu ve şeyracu akthara mimma fi zeytuni ve simsim. Bu yağ bilan kunjut meyi, zeytun yağı bilan kunjut yağı
zeytun bilan simsimdiki, kunjutdiki yağdan köpürek bo'lmog'icha joiz bo'lmaydi u. Fayakuna duhnu bimithlihi, an yağ nimaga o'xshash bo'ladi? Fayakuna duhnu bimithlihi. Yağ yağ bilan o'xshash bo'ladi va ziyodasi nimaga? Bisajir. Zeytun bilan kunjutdan chiqadigan postak. Posti va chiqib o'tadigan urug'i, uni postiga chiqib o'tadigan shunga hisob bo'ladi. Shuning uchun yağ ziyoda bo'lish kerak deydi. Tamam, bulardagi farq nima? Nima uchun bunday bo'ldi desa? Chunki agar bu narsa insonlar tarafidan qilingan narsa bo'lsa, ya'ni xuddi yog'ni zaytundan yog' chiqarish degan, zaytundan yog' o'zi avtomatik chiqamdi yoki insonlar chiqaramdi uni? Chiqaradi. Bunda bo'lsa, buningda joiz bo'lmaydi. Ammo nima bo'lsa-chu, xurmo, ho'l xurmo, quruq xurmo degandek, bu xurmolarni insonlar qilamdi uni. Alloh taolo xurmoni desabdi ho'l qilib, uni keyin quritadi. Nima? Quruq xurmoga aylantirdi. Alloh taoloning yaratishi bilan bo'lgan narsa bo'lsa bo'laveradi. Bir odam ho'l xurmo yegisi keladi, bir qapan ho'l xurmo, bir qapan quruq xurmo tegasi bo'ladi. 1 kilo quruq xurmo, 1 kilo ho'l xurmo tegasi bo'ladi. Ammo zaytun yig'inchi siqqanda, keyin o'zga uni po'staklarni inga yig'inib ayirganda bo'lgan ish. Shuning uchun hisob qilganda, masalan, 25 kilo zaytunga, masalan, 20 kilo zaytun yig'ini tegasa bo'ladi, masalan. 25 kilo zaytunga 20 kilo zaytun yig'ini tegasa bo'ladi. Nimishqa 5 kiloni nimaga chiqarib o'tadi? Uniki postak, urug'larga chiqarib o'tadigan gap. Shunda masalan. Ammo udul tegasa bo'lmaydi. Va yajuzu bay'ul luhmanil muxtalifati, lahman demoqda buni. Muxtalif bo'lgan ichki go'shtni ba'zisiga kam ziyod qilsa bo'ladi. Masalan, qo'y go'shti bilan 1 kilo qo'y go'shtiga 2 kilo tugi go'shtini satsa bo'laveradi, masalan. Va kazalika albanul baqari wal ghanam, masalan, kal bilan qo'yning sutlarini 1 kilo qo'y sutiga 2 kilo kal sutini satsa bo'laveradi. Lekin o'xshash 1 kilo qo'y sutiga 1 kilo qo'y sutini satsa bo'lmaydi. 1 kiloni 1 kilo satsa bo'ladi. 1 kilo qo'y sutiga 1,5 kilo qo'y sutini satsa bo'ladi, jazoni bo'ladi. Va khallu daqali bi khallil inab, masalan. Daqal degan tamrul radi, ya'ni nachar xurmo. Nachar xurmoning sirkisi, xal degan sirka, ochiq suv. Nachar xurmoning ochiq suvi sirkisini uzumniki sirkisiga satsa bo'laveradi. Va yajuzu bay'ul xubz bil hinta. Nonni nimaga? Bug'doyga satsa bo'ladi. Va daqiq degan nonni unga satsa bo'ladi, mutafadilan. Gap kam ziyod satsa bo'laveradi. Chunki non degan boshqa bir jinsga o'zgardi. Nimadan bo'lganda qilgan bilan, anaqa bug'doydan chiqqanday qilgan bilan u tunu desa pushirilib boshqa holatga keldi. Ayirmadik. Lekin bug'doy bilan un o'xshamaydi. Bug'doy bilan un degan xuddi bir jinsdagi narsa. Lekin non boshqa bir jinsga o'tib bo'ldi endi. Pushirilib yigitga tayyor bo'lgandan keyin. Wala riba baynal mawla va abdihi. Wala baynal muslimi vel harbi fi daril harb. Endi xo'jayin bilan qulining orasida jazoni yo'q. Bir odam quliga, bir odam xo'jayinning birisi quliga 100 ko'y berib 200 ko'y olsin puli berdi. Chunki qulning pulimi xo'jayinning puli. Xuddi mayonjuqni elib, mayonjuqni saqam bilan o'xshash ki. Wala baynal muslimi vel harbi fi daril harb. Musulmon bilan harbiy kofirning orasida daril harbda jazoni yo'q. Masalan, hozir Xitoy. Bir odam Xitoyga borsa, bizning Xitoy. Bir odam Isroilga borsa, Isroilga borib jazoni qilsa bo'laveradi. Musulmondan birisi Isroilga borib jazoni qilsa bo'laveradi. Kim bilan? Kofir bilan. Musulmon bilan bo'lsa, nima edi? Ya'ni vala baynal muslimi vel harbi degandan keyin, ya'ni kofirning yurtiga borib, Amerikadagi masalan musulmonlarga urush turgan Yevropalikga borib, musulmon bilan emas, kofir bilan jazoni savdosi qilsa bo'laveradi. Gunoh bo'lmaydi. Harom bo'lmaydi, halol bo'ladi. Endi bu ikki shart bor. Biri musulmon bilan kofir bo'lish kerak. Ikkinchisi bu daril harbda bo'lish kerak. Ya'ni musulmon bilan kofir kelib, nimada daril islomda qilsa bo'lmaydi. Daril islomda jazoni harom. Ya'ni zimmi bilan musulmon qilsa harom. Zimmi bilan musulmon jazoni qilsa harom. Ammo harbiy kofir, ya'ni musulmonlar urush turgan kofir bilan kofirning ishg'olida Xitoyda masalan, Yevropada masalan, Isroilda masalan, Isroillik kofir, Yevropalik kofir Xitoy bilan musulmon Xitoyning ishg'olida o'tirib, qilsa, jazoni savdosi qilsa, unga nima yo'q,
unaqa gunoh bo'lmaydi, harom bo'lmaydi. Kredit